Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilikning muammosi bo'layotgan elektron joynamozga bugun obzor bo'ladi. Buni ko'pchilik tushunmayapti ekan. O'shaning uchun videoni boshidan foydali video bilan like bosib, izohlarda fikringizni qoldiring. Men sizlarga buni polni obzor qilib beraman bugun. Nima qilinadi, qanday yoqiladi. Birinchi bo'lib 3 ta dona batareyka qo'yiladi shu yerga. Batareyka qo'yiladi va keyin ochib olamiz. Boshidan boshlaymiz. Ochib olgandan so'ng mana bu yerda yoqish knopkasi bor. Off, on. Onga suramiz. Joynamozimiz yondi. Boshidan o'taman. Bu harakatlarni ko'rsatib turadi. Qaysi vaqt qanaqa harakat qilish kerak. Yonadi o'zi mana. O'sha holatlarni ko'rsatgan. Bu tushunarli. Bundan keyin mana bu tomondan boshlaymiz. Bu Fotiha surasi, Kofirun surasi, An-Nasr surasi. Bu yerda suralar. Ixlos surasini bosdik hozir. Ixlosni o'qiydi. Mana. Hammasi sura bu. Hammasi pastgacha sura. Bitta Oyatul Kursiy bor pastda. Mana, sizlar ko'rishingiz mumkin. Oyatul Kursiy bor. Bu tomonda sura. Bu tomonda birinchi bo'lib azon, ikkinchisi azon duosi. Undan keyin tahajjud bo'lsa kerak bu, salovat bor ekan. Salovat aytadi. Duo bor, arabcha duolar bo'ladi. Undan keyin mana bu yerda 5 ta til bor va o'chirib yoqish knopkasi. Biz uchun eng asosiy kerak bo'lgan joy bu mana. Namoz deb yozgan. Namoz. Bu boshqa joy namozlarga o'xshab namozlar yoyib berilmagan, faqatgina hamma joy namozlar mana shu yerda jamlangan. Mana shu knopkani ichida. Buni bosib mana rus tilida ekan, hozir buni o'zbek tiliga o'zgartirib olamiz. Mana o'zbek tiliga o'rgatdik. Endi mana namoz o'qish uchun birinchi bo'lib mana shuni bosamiz. Mana bomdod namozi. O'qimoqchi bo'lsangiz, shu o'qiysiz. Keyingi namozda qanday desangiz, yana bitta bosamiz, peshin namoziga o'tadi. Yana bitta asr namoziga o'tadi. Shom, xufton. Mana 5 mahal namoz shuni ichida. Tushuntirib bera, o'qiydi. Mana. Niyat qilasiz. Qiblam bo'lmish Ka'ba tarafiga yuzlanib o'qishni niyat qildim. Xolis Alloh uchun. Ko'rdingizmi? Ustiga chiqasiz. Yondi. Qaysi holatda turishingiz? Mana bunaqa turasiz. Oyoqlaringiz mana ustida bo'lishi kerak. Tizangiz mana shu yerga tegishi kerak. Qo'lingiz bu yerda, sajda mana shu yerda bo'lishi kerak. O'sha tekkanda o'qiydi. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان
ربي العظيم ruku qilamiz. سبحان ربي العظيم سمع الله ومن حمده ربنا لك ولك الحمد الحمد. الله أكبر. أكبر سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. E'tibor beramiz. Hozir bu yerda aytmayapmiz. Sababiki, boya aytib o'tganimdek, oyoqqa tegish kerak, bu tizla tegish kerak, qo'l tegish kerak. Sajda mana joyiga, mana سبحان ربي الأعلى sajda joyiga tegsa سبحان aytadi. ربي Bo'lmasa aytmaydi. الأعلى